Assalomu alaykum. Bugungi kunda yurtimizda prezidentimiz boshchiligida barcha sohalarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar doirasida Davlat kadastrlari palatasining Respublika toponimika xizmati boshqarmasi tomonidan ham 2025-yil davomida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Hisobot davrida 3 ta Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilindi. Jumladan, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 30-iyuldagi 475-son qaror bilan geografik obyektlarning klassifikatori hamda ko'cha nomi va ko'chmas mulk obyekti raqami ko'rsatkichini o'rnatish tartibi to'g'risidagi nizomlar 2025-yil 17-oktyabrdagi 651-son qaror bilan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 320 ta temir yo'l vokzali, temir yo'l stansiyasi va temir yo'l razyezdi nomlari 2025-yil 10-noyabrdagi 712-son qaror bilan 130 ta daryolar, soylar, ko'llar, buloqlar, sharsharalar, suv omborlari va sel suv omborlarining nomlari davlat tili qoida va me'yorlariga muvofiqlashtirildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hududiy komissiyalari, vazirlik hamda idoralari tomonidan geografik obyektlarga nom berish va ularni qayta nomlash yuzasidan 97388 ta obyekt nomlari davlat ekspertizasidan o'tkazildi. Kelib tushgan takliflardan 82585 tasiga qonunchilik hujjatlariga muvofiqligi yuzasidan ijobiy ekspertiza xulosalari berildi. 14803 tasiga qonunchilik hujjatlari talablariga nomuvofiq deb topilib, qayta ko'rib chiqish uchun hududiy komissiyalarga qaytarildi. 2025-yil davomida Xalq deputatlari kengashlarining qarorlari bilan tasdiqlangan 50982 ta geografik obyekt nomi davlat reyestriga kiritildi. Hozirgi kunda geografik obyektlarning nomlari davlat reyestrida 250 mingga yaqin geografik obyektlarning nomlari jamlangan. Respublika toponimika xizmati boshqarmasi tomonidan 2026-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar komissiyalari hamda vazirlik va idoralar tomonidan geografik obyektlarga nom berish va ularni qayta nomlash to'g'risidagi 25 mingdan ortiq takliflarni davlat ekspertizasidan o'tkazish, shuningdek 20 mingga yaqin xalq deputatlari kengashlari qarorlari bilan tasdiqlangan geografik obyektlarning nomlarini davlat reyestriga kiritish rejalashtirilgan.